Erga tegib nima ko'rdim o'zi? Hayronman. Ikkoving ham eringga qo'ng'iroq qilib qo'ydingmi? Olib ketarkanmi kelib? Oyi, aytishimiz shartmi? Boramiz-da shu uyga. To'g'ri aytasiz opa. O'zi yerga tegib nima ko'rding? O'ylab gapiryapsanlarmi? Erga tegib nima ko'rdimmish? Bu juda ham og'ir gap. Nafaqat og'ir. Bu gapni erlaring eshitib qolsa bormi? Ham or-nomusi, ham g'ururi sinadi, yuragi eziladi. Sen ikkalang ham yaxshilab o'ylab ko'r. Har kuni yo'lda sarson bo'lgan, yomg'irni yomg'ir, qorni qor demasdan, issiq-sovuni demasdan, oilamni boqaman deb, pul topaman deb yelib yugurib yurgan erni ko'rding. Sen ikkalang ham og'zingdan chiqqan narsani olib kelgan, o'zi uchun o'ylab yillab biror marta bir yangi kiyim olmagan erni ko'rding. Sen o'zini qiziqishlarini unutib, seni baxtli qilish uchun boshqalar ko'rmagan fidoyi insonni ko'rding. Sen erga tegib nima ko'rdim desang, sen hayotni ko'rding. Sinovlarni ko'rding, chin muhabbatni ko'rding. Erkak kishi ideal emas. U ham inson, xato qiladi, charchaydi, ba'zan tushkunlikka tushadi. Hali hanuz yoningda ekan, sen ikkalang ham o'sha yerda baxtni ko'rding. Tushundingmi? Ikkalang ham menga qara. Erga tegib nima ko'rdim emas. Men erim uchun nima bera oldim degan savolni ber o'zingga, ikkalang ham. Ayol kishi erini oldida eriga tirgak bo'ladi. Eriga quvvat bo'ladi, maslahatgo'y bo'ladi. Mana men dadalaringga biror marta sizga tegib nima ko'rdim degan gapni gapirganmanmi? Yo'q. Yaxshilab o'ylab ko'r ikkalang ham. Ikkinchi og'zingdan bu gap chiqmasin, tushundingmi? Hurmatli qizlarim, hech qachon sizga tegib nima ko'rdim degan gapni ishlatmang. O'zingizga savol bering. Men erim uchun yaxshi ayol bo'la oldimmi degan savolni bering.